Eng qizig'ini aytaman men sizlarga. Mana shu yerda o'rtog'im bilan ketyapmiz mashinada edi. Mana shu любой bitta brendni Instagramni ochib qarang. Hammasini eng kamida 10 mingta, 20 mingta obunachisi bor. Odatda 100 mingta, 150 mingta. Mana shu yerdagilar. Men sizlarga ko'rsataman, qaysi brend aytib. Hamma ko'kchi masjid bo'lsa, ham bittagi dom, u dom nima brendligi, nima nomligi hozir esimda yo'q. O'sha Golden House midi, Murod Building midi, lekin pastida juda ko'p brendlar bor mana. Mana shu Instagramdan ko'plab ko'rsanglar, juda ko'pini Instagramda obunachisi ko'p va bu nimani anglatadi? Bu degani Instagramda odamlar biznes qilish uchun mijozlarni yig'adi degani. Mana shu masala bo'yicha ozgina gaplashsak bo'ladi. Nimaga biznesda hozir massiviy blogerlar reklamalar olyapti, Instagram продвижение qilyapti, YouTube продвижение qilyapti va hokazo. Sababi oldinlari bozorda bo'lardi. Bozorda hamma odamlar kelardi, o'sha yerda narsa xarid qilardi. Hozir unaqa emas. Hozir odamlar bozorga borgisi yo'q. Nega desa, bozor noqulay. Bozorda baqir-chaqir, nisbatan chang kirib bo'ladi, yuk tashishadi, aravalar o'tadi, pochtida oyog'ingizni bosib oladi, bir xil joylarda kisovrlar ham yuradi, noqulay, to'g'rimi? Butiklarda qulay. Kirib, ichida aylanib, yaxshi konsultant xizmat qiladi. Olmasangiz ham bemalol chiqib ketaveradi. Bozorlarda olmasangiz qosh-qo'yg'iga qaraysiz. Keyin bozorda foydalanish kerak. O'zi 100 ming narsani 300 minglab sotishgan holatlari bo'lgan. Men o'z bozor ishlaganman, bilaman. Temalar qanaqa bo'ladi debdi. Endi butiklarda ham narx-navo qanaqa qo'yilishini yaxshi bilmayman, uni. Bu yerda nisbatanroq to'g'riroq qo'yish kerak. Endi qaranglar, nega odamlar Instagramda продвижение qilyapti? Chunki odamlarga qancha qulay qilsangiz, shuncha ular sizning mahsulotingizni ko'proq xarid qiladi. Sabab oddiy. Insonni tabiati shunaqa. Ehtiyoj paydo bo'ldimi, uni qondirishga harakat qiladi. Chanqadingiz suv ichgingiz keladi, charchadingiz o'tirgingiz keladi, uyqusiz kelyaptimi uxlaygingiz keladi, qo'lingiz ochib ovqat yegingiz keladi, to'g'rimi? Hozir odamlar vaqtida kulgisi keladi, videoda narsalar ko'rgisi keladi. Buning uchun qo'lida telefon bo'ladi. Telefon kirib xohlagan narsasini ko'radi, xohlagancha vaqtini o'tkazadi. Va u yerda brendlar auditoriyaga, mijozlariga ular xohlagan videolarni ko'rsatib turib, uni fonida reklama qiladi o'zining produktini. Oldin telefonlar bo'lmagani uchun odamlar majbur bo'lgan televizorga reklama chiqarish, radiolarga reklamalar berishga, metrolarga, avtobuslarga va bozorlarda kimlardir baqirib-chaqirib mahsulotini sotgan reklama qilgan. Oldin shunaqa продвижение qilishgan, bu yaxshi yerda ishlardi. Keyinchalik telefon chiqqanidan keyin odamlar ko'proq vaqtini telefonga bag'ishlab, mana hozir men ham ketyapman, hozir telefon bilan bandman, to'g'rimi? Xuddi shunaqa hozir hamma telefon bilan ko'p vaqtini o'tkazadi. Avtobusda o'tirsanglar ham, taksida ketsanglar ham, metroda yursanglar ham, avtonovkada bo'lib qolsanglar ham, qarasanglar, hammaning qo'lida telefon, hamma nimadir ko'rgan, nimadir o'qigan, nimadir yozgan, kimlardir gaplashgan va bundan bizneslar unumli foydalanadi. Bu narsa to'g'ri, faqat to'g'ri продвижение qilib, yolg'on aralashtirmasdan, mubolag'a qilmasdan yoki behayo narsalar qilmasdan, to'g'ri продвижение bilan to'g'ri narsani sotsa yaxshi. O'shaning uchun zo'r produkt qilsangiz, ya'ni misol zo'r bitta ruchka ishlab chiqadingiz. Oldinlari telefon bo'lmagan paytda zo'r ruchka ishlab chiqarsangiz, kimdan olding, qayerdan olding, men bittan oldim desa bo'ldi. Bu sarf marketing zo'r ishlab ketardi. Hozir Instagramda bo'lmasdan turib zo'r produkt ishlab chiqarsangiz, qiyinroq bo'lib qolgan. Kimdir bu zo'r produktlarni gapirib chiqish kerak baribir tarmoqlarga. Misol dashi zo'r produkt ishlab chiqardingizmi? Anu odam mashina o'zini storiesiga qo'yib, "Men zo'r narsa ekan" demasa, sizni ko'pchilik tanimaydi, bilmaydi. Bunga busiz uje nikak iloji bo'lmaydi. Zamon shuni xohlaydi. Bilib qo'yinglar, marketing, biznes bular hammasi zamonga qarab boradi, moslashadi. Oldin gazetada reklama berilgan bo'lsa, hozir gazetani hech kim o'qimaydi. Qo'lida telefon turibdi, telefonda hamma narsa bor. Internetga kiradi, bo'ldi. Xohlagan yildiga, xohlagan pechat qilingan gazetani ochib o'qish mumkin kerak bo'lsa. O'shaning uchun gazetaga reklama bermaysiz. Radio, bastondan taksistlar ishlatadi. Agar sizga taksistlar auditoriyasi kerak bo'lsa va ularga narsa sotsangiz, reklama qilsangiz bo'ladi. Mana shu joyda siz mijozlaringizni yaxshiroq bilishingiz kerak. Sizning mijozlaringiz kimligini yaxshi bilsangiz, ular qayerda faoliyat olib borishini yaxshi biladigan bo'lsangiz, o'sha yerda reklama qilasiz va reklamangiz to'g'ri yetib boradi va sizga natija olib keladi. Katta prosmotr bo'ldi degani bu faqat o'sha prodaja bo'ladi, oshig'ingiz olcha degani emas. Misol mana Evs Instagram va YouTube organik har bittasi 100 ming, million ko'rilmaydi. YouTube ni bilmayman, даже YouTube yo'q bo'lsa ham kerak, даже YouTube'da aytgancha mana agar Evs yoki Oqtepalar kuzatayotgan bo'lsa, YouTube bilan yurib beraman o'zim. Albatta kelishamiz, narxlarini Murod Buildingdan uyiga zo'r qilib million prosmotr qilib beraman. Xo'p, ishga qaytadigan bo'lsak, nimaga ular bunga ko'p fokus qaratmaydi? Ular ko'proq sistema qiziqroq. Ular o'sha brend, ular o'sha hamma reklamalarda chiqib bo'ldi. Blogerlar ham, katta produksiyalardan ham reklamalar olib bo'lgan, qimmat va o'sha brend o'sha pozitsiyasini saqlab qolish uchun faqat yetarlicha auditoriyasiga yoshlik kontent qilib borib turadi. Nimaga? Yosh katta auditoriya biladi, yoshlarning ongiga kirish kerak. Yoshlar shu Burger King yoki KFC tarafga o'tib ketib qolmasligi uchun. Men nima demoqchiman bu bilan? Prosmotr yig'dingiz, auditoriya kuzatyapti, zakaz qilamiz deyapti, lekin siz zakaz ola olmasangiz, sotuv bo'limingiz yaxshi qurilmagan bo'lsa, ishchilaringiz o'z vaqtida ishini yaxshi qilmasa, ishingiz sifati tushib ketish boshlasa, zakaz ko'paygandan keyin, demak sizning biznesingizda tizim yo'q. Mana shu joydan qiynalasiz. O'zi realni doxod jihatdan foyda olish uchun tizimni ham yaxshi rivojlantirish kerak. Biznes bu ish aytganda struktura, yaxshi qurilgan struktura bo'lishi kerak. Agar u yaxshi qurilmasa, unga qancha siz xuddi chelagiga qancha suv quymang, u teshiklari borligi uchun suv oqib ketaveradi. Hammasi yopilgan bo'lsa, o'shanda suv yig'adi.